Chunki meni modlarim yo'q. Survival yoki kreativ. Farqi yo'q. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan do'stingiz bilan qanday qo'shilib o'ynashni o'rgataman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz videoni boshladik. Do'stlar, Iltimos kanalga bosib qo'ying. Do'stlar, ikkita odam bitta Wi-Fi ga ulangan bo'lishi kerak. Ha, ya'ni mana masalan mening Wi-Fi nomim Muhammadjon. Ikkalaniki ya'ni ikkita telefonda bitta Wi-Fi ga ulangan bo'lishi kerak. Xullas shunaqa kirish umuman o'rgangan oson. Play bosasiz. Xohlagan odam meni yaratadi. Meni yaratib bo'lgandan keyin play bosib, friendlyga turadi. Friend o'zi? Ha, friend. Keyin mana bu makera ana bir bola bo'lsa chiqadi xullas. Keyin serverga sekin kiradi. Va mana kirdik, birla qo'shilib o'ynadik. Bu juda ham oson va sodda. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing. O'zi umuman olganda endi sizlar qanaqadir 29 megabaytli Minecraft o'ynaysiz. Mana bu Minecraft o'ynab o'tirmaysizlar. Qanman Minecraft Craft degan. No video qiziqarli bo'lgan deb umid qilaman. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr.